Namanganlik qo'li gul ustalarimizdan yana bir shedevr yangilik. O'rtoqlar, yer yuzidagi darvoza shunchalar go'zal bo'lsa, jannat darvozasi qay darajada go'zal bo'ladi? Tasavvur qilib ko'ring-a. Buni namanganlik akalarimiz qo'l mehnatini gullarga qo'yib chizib qo'yishibdi. 3 etapli shumizolyatsiya bo'lar ekan. Hoji aka, xonadoningizga bitta ovorasizmi? Inshaalloh bu darvoza sizni ko'rkingizga ko'rk qo'shib turishiga aminman. Mana shu gullari bilan birgalikda 4 etaplik bo'lar ekan. Shumizolyatsiyasini o'zini 3 etapli qilishibdi. Buni kvadratura narxi 1.800.000 so'm. Darvoza qilmoqchi bo'lgan yaqiningizga albatta like bosib jo'natib qo'ying. Bundan tashqari shohona deb nomlangan mana shu darvozaning narxi ham 1.400.000 so'm. Andijondan Qoraqalpog'istongacha bo'lgan hududlarga ustanovkalari hamma narsasi bepul ekan. Kvadratura 1.800.000, bunisi 1.400.000 so'm. Hozir kelgan joyimiz mega metal katta korxona bo'ladi. O'rtoqlar, namanganlik tadbirkor qo'li gul usta akalarimizga bitta like bosib qo'yasizlar.